Keyingi harakatimiz yarim qaychi deb nomlanadi. Bunda oyoq holatlarimiz to'g'riga qaratilgan bo'ladi. Ikki oyoq to'g'ri turadi. O'ng oyog'imizni o'rtasiga chap oyog'imizni barmoqlari joylashadi. Shu yo'sinda o'ng oyog'imizni uchi ko'tarilgan holda yonga suriladi. Chap oyog'imizni uchi ko'tarilgan holda o'ng oyog'imizni tovoni ko'tarilib, birgalikda yurishni boshlaydi. O'ng oyoq yakka, chap oyoq birga. Ras, i, dva, i, ras, i, dva, i, ras, i, dva, i, ras, i, dva, i. Bu harakatimiz asosan mumtoz raqslarda ishlatiladi. Yoshi katta opaxonlarimiz tanovvurni mazza qilib xirom aylash